Xitay boshqarishidagi Xinhua agentligining 7 noyabrdagi xabarida aytilishicha, Malayziya bosh ministri Anvar Ibrahim shu kuni Beijingga yetib kelgan hamda Xitoy raisi Xi Jinping bilan suhbatlashgan. Xabarda aytilishicha, Xi Jinping suhbat jarayonida Anvar Ibrahim boshchiligidagi Malayziya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan do'stlik munosabatiga nihoyat yuqori baho bergan. Shuningdek, ikki taraf o'rtasidagi bu xil hurmat va do'stlik o'z navbatida Junxo madaniyati bilan islom madaniyatining bir-biridan o'rnak elib gullanalaydiganligini namoyon qildi degan. 我们不仅是隔海相望的好邻居，更是志同道合的好朋友，携手发展的好伙伴。 Anvar Ibrahimmu Xi Jinpingni insoniyat madaniyatining taraqqiyoti va xalq turmushining yaxshilanishiga g'oyat zo'r to'kib qo'shdi deb madhilagan. For the people, for the poor, and also for humanity. That is why we choose to see you not only as a leader of China, but the new voice for Global South and internationally. Halbuki Uyghur elida 2016 yıldan başlangan irqiy qirg'inchilikda Uyghur jamiyatidagi vositalik yoki bevosita holda islom diniga chetishlik bo'lgan hamma narsa terrorlik va asabiylikning alomatlari qatorida hujum nishoniga aylanib qolgan. Islom diniga munosabatlik faoliyatlarga qatnashgan hamma kishi qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarga qamalib, ruhiy va jismoniy jihatdan qabahatlik vayronchilikqa duchor bo'lgan. Uyg'urlarning milliy, diniy va madaniyat dunyosi butunlay yo'qotish qismatiga duch kelgan edi. Dal shundaq bo'lganligi uchun Amerika hukumati, shuningdek bir turkum g'arb parlamentlari Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik deb jakalagan. Darvaqa butun dunyoga shuncha aniq dalil isbotlar bilan ma'lum bo'lgan Uyg'ur qirg'inchiligi yaqinda dal mushu Anvar Ibrahim bilan Mahdi Hasanning suhbat programmasida tilga ilinganda Anvar Ibrahim "Men bu masalaga butunlay boshqacha qarashda" degan hamda Amerika hukumatini yolg'on xabar tarqatishda ayblagan. I ask questions and you condemn it? Because you're condemning Israel, so I'm just asking if... Well, if I'm convinced that there are evidence not necessarily from Western propaganda. It's from groups like Amnesty that supported you. Yes, that's why I raised the issue. Uyg'urlar masalasi bilan shuncha zo'r tonishligi bo'lgan. Yana kelib ilgirki yillarda Uyg'urlar masalasi haqida kuchli bayonotlarni e'lon qilgan bu shaxsning bosh ministr bo'lgandan keyinla boshqacha mavqega o'tib olishi shu vaqtda dunyo miqyosida zo'r g'ulg'ulga sabab bo'lgan edi.